5200, 5500 ming bo'ladi. 5200, 5500 ming pul bilan bemalol olib chiqib ketsalar bo'ladi. 7000, 7500 ming pul bilan olib chiqib ketish imkoniyati bemalol. Xo'p, bu mashinamizga 3 yilgacha garantiya beramiz yoki 20% dan ham to'lov qilib olib chiqib ketsalar bo'ladi. Gruzovoyga 100 ming kilometr kafolat beradigan avtomobil olib kiruvchi menga xalqimizda o'zbekchilik 5 tonnagacha bemalol yuk ko'tarsalaringiz bo'ladi. 5 tonna, 3 yil yoki 100 ming probek. Buni ham kafolati o'ziga yarasha. Assalomu alaykum, Barakot.uz YouTube kanali qadrli obunachilari, yaqinlar, do'stlar, omonmisizlar, tanajoninglar sog'mi? Bugun biz China Motors'da asosan yuk avtomobillari bilan shug'ullanadigan bo'limiga yetib kelganmiz. Sizlar uchun orqamda ko'rib turganinglar Victory hamda Jack G3, ya'ni 3,5 tonnalik gruzovoylarni to'liq ma'lumotlari, sotib olish uslublari haqida Hikmatullo akam bilan ma'lumotlarini yetkazamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Kayfiyatlar omonmisiz? Rahmat. Ochig'ini aytsam, bilasiz, China Motors bilan anchadan beri ishlaymiz. Bugun bizga narx-navolari, to'liq ma'lumotlari, narxlarni ixchamlashtirgan holda aytib berasiz. Hamma ma'lumotlarni chiroyli qilib, o'z obunachilaringizga narxlarni skidkalar bilan hammasi chiroyli qilib qilamiz, xudo xohlasa. Inshaalloh, xo'p. Xo'p, aka, arzonidan boshlaylik. Nima deysiz? Ha, bo'ladi. Ham arzon, ham sifatli, ham chidamli mashinadan boshlaymiz. Shahar uchun yuk tashish juda ham qulay. Xo'p, Victoria modelimiz cheris Xitoydan keladi, Ziburga Xitoy qiladi. Motori sarmesli Yaponiya bilan bo'ladi akajon. 1.6 atmosferli motor bo'ladi. Propan, metan muammolari bo'lmaydi, Kia Bongo'larga o'xshab. Metan, propan to'liq chiqadi. Bemalol tushaveradi aka. Rasxodlarga keladigan bo'lsa, benzinimizda 80 da ham yuraveradi, farqi yo'q, benzin tanlamaydi. 100 ga 8 ta rasxod qiladi aka. 100 ga 8 litr rasxod qiladi. Endi avtomobilimiz tashqi ko'rinishiga o'zlari ham baho berib bersizlar. Bunaqa ob'yomga chiroyli qilib ishlangan mashina. Moshli. Salon qismlari ham, komfortligi ham yaxshi, bunaqa qattiq emas, yengil, yumshoq mashina. Xudo xohlasa. Chiroyli qilib ishlangan. Salonlarni qator ko'rsatamiz. Bakoylarni ham ko'rib turibsizlar. Поворотный takrorlovchi chiroqlarimiz. Hop, bu tomonlarda oynalarimiz elektronik ekan. Multirulimiz. Multirul monitorlarimiz ham bor ekan. Mana monitorlarimiz bor, ko'rib turganlaringiz, konditsioner, pechka, hamma narsa bor. Yuk tashiydigan akalarimiz uchun konditsioner, albatta o'rindiqlarimiz podgaloniylar bilan birga. Endi salon holati juda ham chiroyli, mexanik korobka, gap bo'lishi mumkin emas, chiroyli. Oyoqdagi linoleum bilan qilingan. Evet. Endi buni yuk ko'tarish haqida ma'lumot bersak. Xo'p, yuk ko'tarishi tepaga chiqib ma'lumot beraman sizga mashinamiz haqida. Bismillah. Mashinamiz yuk ko'tarishi 2,5 tonnadan 3 tonnagacha bemalol yuk ko'taradi. Eng qizig'i, klientlarimiz ko'proq donali balon xohlashadi-da, dubl balon istashmaydi. Shuning uchun bu mashinamizni ataylab o'sha donali balon qilib ishlab chiqarganmiz orqalarini. Yakka balon qilib chiqarganmiz. Mashina. Ob'yomlarni ko'rib turibsizlar. Bo'yim 1.78, og'irligim 86 kg mana. Uje metriga ham hisoblamayman. 1, 2, 3 metr. 3 metr. 3 metr orqasi. Endi necha edi buni? Endi 1.20, bo'yi 55 sm bo'ladi. Bo'yi 55 sm bo'ladi. Xohlaganlar buni tentovka qilib ishlasa bo'ladi. Ha, tentovka deganda hujjat qilinadi unga alohida. Hujjat qilinadi, qayta jihoz qilib turib, iloji yo'qmasdan o'zi yo'q. Qayta jihoz qilib chiqarsa bo'ladi. Xohlasa bo'ladigan holat. Endi aka balonlarimiz qanaqa? Almashtiriladigan holatdami yo o'ziniki yurib beradimi aka? Aka, men o'zim test drive qildim mashinada. O'zim haydaganim uchun realni aytaman. O'zini balonida bemalol 40 ming, 50 ming yursalar bo'ladi. Bemalol yurib. Yumshoq, mexki balonlari. Orqalari risol ko'rib turibsizlar. Risolli bo'ladi. Moslarga keladigan, ramalarga keladigan bo'lsa, divayniy qilingan, donali emas, baquvvat qilib ishlangan. Materiallari ham juda qalin qilib ishlashgan. Bir qator ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, yaxshi aka, buni endi ma'lumotlarini bergan bo'ldik. Asosiysi kafolat bizni obunachilar qiziqtiradigan. Birinchi o'rinda kafolat bo'ladi. Hamma joyda kafolat bilan olgan afzalroq. Xo'p, bu mashinamizga 3 yilgacha garantiya beramiz yoki probelga hisoblasak 100 ming kilometr probel beramiz agar xudo xolasa. Yaqinlar ko'rishinglar. Bemalol garantiyalarini, sertifikatlarigacha bosib beramiz garantiya. Bo'ladi. Endi yana bitta narsa, hozir Gruzovoyga 100 ming kilometr kafolat beradigan avtomobil olib kiruvchi menga O'zbekistonda juda ham kam. Qiyinroq bo'lsa kerak, juda kam albatta. Juda ham qiyin. Aka, endi puli sotib olish uslublari. Xo'p, puliga keladigan bo'lsa, labolarimiz bilsangiz 8 ming adashmasam. 8 mingga maksimum 1 tonna yuk ko'tarishi mumkin. Labo. Endi bu 3 tonna hisoblaydigan bo'lsa, umumiy narxi 14 ming dollar bo'ladi. Dollarda hisoblasa 14 ming. Variantlariga keladigan bo'lsa, 50% to'lov qilsa, qolganini kredit qilib beramiz. Kredit olgan. Bitkizib berasizlar. Xudo xolasa bitkizib beramiz, muammosi yo'q.
Yaqinda demakki hozir mashinani 7,5 ming pul bilan olib chiqib ketish imkoniyati bemalol bor. Gap bo'lishi oyiga mumkin emas. 300 dollardan berib tirikchilikda qilsa bo'ladi. Topadigan mashina o'zini o'zi qoplab ketadi degan taklifni berishimiz sizlar mumkin. Biz albatta taklif beramiz. Uni ko'rib chiqish sizlardan bo'ladi menimcha. Lekin kafolatlariga men qoyil qoldim. Gap bo'lishi mumkin emas. Qiziqqanlar bo'lsa bunga aloqaga chiqaverasizlar. Endi mana uni obzorini qilaylik aka. Xo'p, bu gigant mashinamizni obzorini qiladigan bo'lsak, Jack brendi ostida ishlab chiqarilyapti. Bu modelimiz Xitoydan kelyapti bu. Ob'yomlari, yuk ko'tarishlari, umuman bu boshqa narsa. Xo'p, mashinamizning motori 2 atmosferli motor bo'ladi. Rasxodlari 12 ta, 15 ta rasxod qiladi. Apkatkadan chiqarganimizdan keyin 12 ta rasxod. Mana bu bakovoylari katta mashina hisoblanganiga Isuzu'da mana bunaqa tepa pat qilib katta qilib ishlab chiqarilgan bakovoylari ham. Teraska bo'lyapti. Albatta. Bakovoy chiroyli. Yuk ko'tarishlari 3,5 tonna u yoq bu yoq deyiladi, lekin bizning o'zbek xalqimiz o'zbekchilik 5 tonagacha bemalol yuk ko'tarsalaringiz bo'ladi. Indamasdan oladi 5 tonna. Orqasi ko'rib turganingdek qo'sh balon, zapas balonlar. Qo'sh balon albatta. Ramalariga ham bitta baho berasizlar. Zaklyovka qilingan, svarka bo'lmagan, ikki qatorli. И o'rtasida rezinkani ham ko'ryapsizlar. Bu o'sha ancha-muncha shumda boshqani oldin oladi, egilishi boshqaga ancha ko'rsatadi. Buni to'kadigan qilib o'zlari moslab olsa ham bo'ladi. Ko'taradigan qilib. Uni ham qilganlar bor demak. Bor, qilganlar bor. Bu o'g'il samasval qilib olsalar ham samasval qilsa bo'ladi 100%. Gap bo'lishi mumkin. Mashinamiz. Xo'p, o'lchamlari qanaqa yukxonani? Xo'p aka, mana nimada ko'rsatib beraman. Oyoqda osonroq bo'ladi 2, 3. Buni uzunligi 3,40 bo'ladi. Eniga 1,70 bo'ladi. Bu yog'iga o'sha 40 sm atrofida bo'ladi. 40 sm balandligi bor. Buni ham misol uchun xohlaganlar tentoka qilib yoki furgon bo'lsa bemalol bo'lsalar ham bo'laveradi. Ya'ni o'sha izotermiz deydi. Izotermiz albatta. Bo'lsalar bo'ladigan holat. Bitta qayta jihoz qilinadi, texpasport olinadi, olingandan keyin shunday qayta jihoz qilinadi, bo'ldi. Shunday xohlagan ishlarni qilsa bo'ladi. Endi salonni bitta ko'rsatamiz. Saloni ancha komfortli albatta. Mana o'rindiqlar, spinkasi, regulirovka bo'ladi. Sizlar ko'rib turgan avtomobil. Endi bu nisbatan yukni ko'proq olganligi uchun, boshqa uchun bundan nisbatan komfort yuqoriroq ko'rib turibsizlar. Cho'ntakchalar har xil, tablolaring kattagina, o'rtasida displey bor, multi rul, audio sistemamiz boshqarish uchun tomonda knopkalar berilgan. O'rindig'i ham ikkitali bo'ladi. Yaxshi mana. O'rindig'i agarda menga buni barda ko'taradigan bo'lsanglar, endi pultlar bor ekan, ko'tarmadim, ikkita pastdagani bari bor. Ko'tarsanglar bemalol oldiga haydovchidan tashqari ikkita odam bemalol chiqa oladi. Menimcha yaxshi mashina. Uni ustiga hozir jaklar ancha-muncha modellari O'zbekistonda o'zida yig'ilish jarayoni bo'lyapti. Buni zapchasidan inshaalloh muammo sezmaysiz. Zapchasi ham kelyapti. Hamma narsa Samarqandda yig'ilayotgan hisob yerda bo'y zapchasi bor. O'zbekiston hududida nechta filialimiz bo'lsa, hamma filialimizda zapchaslarni yetkazib qo'yganmiz. Zapchasidan 100% muammo yo'q. Victoria deysizmi, Jack deysizmi, hamma biz olib keladigan mashinalarda birinchi o'rinda zapchasini qilamiz, keyin mashinalarni olib kelamiz. Albatta, nimaki bu pul topadigan mashina. Misol uchun sedan bo'ladigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, zapchasini topib ol deyishimiz mumkin. Lekin biz buni sotyapmiz. Bunda tirikchilik qiladiganlar olyapti. Bir kun to'xtab qolsa ham ancha-muncha pulga aylanadi. Shuning uchun akalarimiz sizlarga maksimalli hamma imkoniyat komfortda chiqaryapmiz. Maqsadda zapchaslarini keltirib xohlasalar izotermislari ham bor, jaklarimiz bor. Izotermizda 3 tonnagacha ko'taraveradi bemalol. 2.8lar. Bu 3 tonnaga ko'taradimi? 3 tonna, 3,5 tonna bemalol olaveradi. 3,5 tonna bu ham olaveradi. O'zbekchilik endi qiziqib ko'rsanglar bo'ladi. 3,5 tonna yuklashadi, aniq u. Albatta. Bu ham zo'r ishlab chiqariladi. Narxlari ham bu ham yengil, sifatli, ishonchli. Zo'r. Bizdagi mashinalarda hammasiga 3 yil hammasiga garantiya beramiz. 100 ming kilometr. 100 ming probeg yoki 3 yil. Yoki 3 yil. 3 yil yoki 100 ming probeg. Buni ham kafolati o'ziga yarasha. Gap bo'lishi mumkin emas. Narx qanaqa edi? Aytib o'tmading narxini. Buni narxini xudo xolasa 26 ming dollar qilib beramiz. 26 ming dollar. U yoq bu yoq kelishadigan xonasi bor endi. Kelishadigan xonasi bor. Aka shu joyda men siz bilan kelishmaydi. Barakot o'zidan telefon qilasizlar aka. Xudo xolasa skidkasini qilib berasiz. 100% zo'r qilib skidka qilib beramiz. Ustida skidkasi bo'ladi. Klientlar sizlar uchun. Sizlar uchun. O'zingizlar ham xursand bo'lib ketasizlar, keyin akamizga telefon qilib rahmat ham aytib qo'yasizlar. Rahmat aytadigan darajada sizlarga bonuslar, chegirmalar hamma narsa qilib berishadi. Aka buni misol uchun 50-60% ni to'lab olib chiqib ketish imkoniyati ham bormi? Qarang, 36% dan boshlab xohlagan to'lovlarni qilib olib chiqib ketsalar bo'ladi. Ili avtolizing qilib beramiz Hamkorbankdan. 20% dan ham to'lov qilib olib chiqib ketsalar bo'ladi. Demak, tanlash imkoniyati o'zingizlarda. 26 ming bo'ladigan bo'lsa, 20%
10 mingga bormagan pul bo'ladi sizlar uchun. Ya'ni 10%. 5200, 5500 bo'ladi. 5200, 5500 pul bilan bemalol olib chiqib ketsalar bo'ladi. Endi yana bitta gap, ko'pchilik misol uchun shunday video chiqarganimizda har xil fikrlar bildirishyapti. Men o'zaro men bu videoga ta'liq yo'q. Ko'pchilik aytayapti, biz taklif beramiz xolos. Uni qo'llab-quvvatlash, uni qo'llash sizlardan bo'ladi. Shuning uchun u narsaga negativ komment bildirish menimcha keragi yo'q. Kafolatli, zapchasi bor narsani sizlarga ko'rsatib, yetkazib beryapmiz. Negativlar qanaqa bo'ladi? Negativni bitta asosiy turi bor akajon. Hali noto'g'ri tushunishmasin. Ishi yo'q, nima qilishni bilmay, ma'no hayotda yashashdan ma'nosi yo'q odamlar uyda o'tirib olib negativ yozib chiqishadi. Harakat qilish kerak, o'sha odamlar shu mashinaga yetishadi, harakat qilsa. O'ziga bog'liq. Negativ bo'ladi. Negativ yozyapsiz, bilib qo'ying, что siz bekorchisiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, manzilni bitta eslatib o'taylik. Xo'p, manzilimizni eslatib o'tamiz. Albatta China Motors, Toshkent shahar, Sergeli tumanidagi yangi Xumaru bilan o'zgarish mostini o'rtasidagi bu tomon Xumaru, Qo'yli tomonga ketish, bu tomon o'zgarish, Sergeli tomonga ketishda China Motors 3 etajli izdani. Shu zdaniya bemalol tashrif boshi ofis bo'ladi. 5 yildan beri, 6 yildan beri faoliyati ega. Yo'qolib qoladigan joy. Yo'qolib qoladigan joy emas. Hamma biladi. Asta telefon raqamlarini qoldiramiz. O'zingizni ham yozamiz, albatta o'zimiz nomerimizni yozamiz. Akam o'zlari shaxsiy nomerlarini ham qoldiraman, call center raqamlari ham bo'ladi. Xudo xolasa qiziqib, savdolashib. Bemalol biz ham kammi ko'pmi masalan 2 yildan beri ishlaymiz, ozmoz muxlislarimiz ham bor, o'zlari bilishadi, xudo xolasa, telefon qilishadi. O'zimiz aloqaga xudo xolasa. Ishlaringiz rivojkor bo'lsin. Yaqinda hammalarga rahmat. Shu joygacha kelgan ashaddiy obunachilarimga rahmatni eng kattasi. Joninglar sog' bo'lsin. Video haqidagi fikringlarni kommentariyada yozib ketishni unutmanglar. Hammalarga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.